Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 avgustdan boshlab gaz yetkazib berish bo'yicha to'lovlar, hisob kitoblar va iste'molchilar bilan ishlash tartibida o'zgarishlar bo'lishi aytilmoqda. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir tadbirkor, har bir ijara uyda yashayotgan fuqaro uchun muhim. Chunki gaz masalasi oddiy kommunal xizmat emas. Bu har oy oilaviy byudjetga ta'sir qiladigan, qarzdorlik bo'lsa xonadonni gazdan uzib qo'yishga olib keladigan masala. Men bugun sizga shunchaki to'lov bekor bo'ldi deb aytib qo'ymayman. Men bu gap nimani anglatadi? Qaysi to'lov haqida gap ketmoqda? Asosiy gaz haqi bekor bo'ldimi? Yoki qo'shimcha xizmat haqi bekor bo'ldimi? Kimlar bundan yengillik ko'radi? Kimlar esa baribir to'lovni vaqtida qilishi kerak? Barchasini oddiy tilda, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato aynan bekor bo'ldi degan jumlani noto'g'ri tushunishda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikni ortiqcha jarima, qarzdorlik va asabiylashishdan saqlab qoladi. Avvalo eng muhim narsani aniqlab olaylik. Odamlar orasida gaz yetkazish to'lovi bekor bo'ldi degan gap tarqalganida. Ko'pchilik buni endi gaz uchun umuman pul to'lamaymiz deb tushunib qolishi mumkin. Bu juda xavfli xulosa. Chunki amalda ko'p hollarda gap gazning o'zi uchun olinadigan asosiy to'lov haqida emas, balki gazni yetkazib berish, ta'minot xizmatlari, hisob kitob yoki ayrim qo'shimcha xarajatlar bilan bog'liq alohida undiriladigan to'lovlar haqida ketadi. Oddiy qilib aytsam, xonadonga gaz keladi. Siz gazdan foydalanasiz, hisoblagich aylanadi. Sarflangan kub metr bo'yicha to'lov hisoblanadi. Bu asosiy iste'mol haqi. Agar siz 100 kub metr gaz ishlatsangiz, tarif qancha bo'lsa shunga qarab pul to'laysiz. Bu tabiiy resurs uchun to'lanadigan summa. Lekin bundan tashqari ayrim holatlarda iste'molchidan gaz yetkazish, texnik xizmat, ulash, qayta ulash, hujjatlashtirish yoki boshqa xizmatlar uchun alohida to'lov so'ralgan bo'lishi mumkin. Mana shunday joylarda odamlar ko'p chalkashadi. Oldin qanday edi? Oldin ko'plab fuqarolar hisob kitobda bir nechta turdagi summalarni ko'rgan. Asosiy gaz iste'moli eski qarzdorlik, penya yoki jarima, qayta ulash uchun xizmat haqi, hisoblagich bilan bog'liq xarajat. Ayrim joylarda esa yetkazish yoki xizmat ko'rsatish nomi bilan qo'shimcha summa. Ba'zan fuqaro bank ilovasiga kiradi. Qarasa gaz bo'yicha kutilgandan ko'proq pul chiqib turibdi. Keyin u, men buncha gaz ishlatmaganman-ku deb hayron bo'ladi. Aslida esa umumiy summaga oldingi oylardan qolgan qarz, tuzatish kiritilgan hisob kitob yoki qo'shimcha xizmatlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Endi o'zgarish nimada? O'zgarishning mohiyati shuki, 1 avgustdan boshlab ayrim holatlarda iste'molchidan alohida tarzda undirilayotgan gaz yetkazib berish bilan bog'liq to'lovlar bekor qilinishi yoki tartibga solinishi mumkin. Bu iste'molchi uchun yaxshi yangilik. Chunki kommunal to'lovlarda shaffoflik oshadi. Fuqaro qancha gaz ishlatgan bo'lsa, shunga mos ravishda to'lov qilishi kerak. Qo'shimcha nomlar bilan tushunarsiz summa chiqib qolsa, u endi savol berishga, aniqlashtirishga va asossiz undirilgan bo'lsa, qayta hisob kitob talab qilishga haqli. Men buni real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan bir oilani olaylik. Oila yoz oyida gazni asosan ovqat pishirish uchun ishlatadi. Isitish mavsumi emas, qozon ishlamaydi. Demak, sarf kam. Hisoblagich bo'yicha bir oyda 35 kub metr gaz ishlatilgan bo'lsin. Tarif shartli ravishda 1 kub metr uchun ma'lum summa bo'lsa, oila shu 35 kub metr uchun to'lashi kerak. Lekin to'lov ilovasida bundan ancha katta summa chiqsa, fuqaro darhol nima uchun deb so'rashi kerak. Chunki bu yerda 3 ta ehtimol bo'ladi. Birinchisi eski qarz qo'shilgan, ikkinchisi hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, uchinchisi qo'shimcha xizmat haqi yoki boshqa undirma kiritilgan. Yana bir misol. Qish oyida xonadon 500 kub metr gaz ishlatdi. Bu holatda summa tabiiy ravishda katta chiqadi, chunki isitish ishlagan. Fuqaro gaz yetkazish to'lovi bekor bo'ldi. Demak, men kam to'layman deb o'ylashi mumkin. Lekin u ishlatgan 500 kub metr gazning haqi baribir qoladi. Bekor bo'lishi mumkin bo'lgan narsa gazning o'zi emas, balki alohida xizmat nomi bilan qo'shilgan to'lovdir. Shuning uchun gaz to'lovi bekor degan xabarni ko'rgan odam eng avvalo hisob kitob varaqasida qaysi qator haqida gap ketayotganini tekshirishi kerak. Uchinchi misol, ijara uyda yashayotgan talaba yoki yosh oila. Ko'p hollarda ijara uyda hisoblagich uy egasi nomida bo'ladi. Ijarachi har oy uy egasiga kommunal to'lovni beradi yoki o'zi ilova orqali to'laydi. Agar eski qarzdorlik bo'lsa,
ijarachi o'zi ishlatmagan gaz uchun ham pul to'lab yuborishi mumkin. 1 avgustdan keyingi o'zgarishlar fonida bunday odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Men ularga aytaman. To'lov qilishdan oldin hisoblagich ko'rsatkichini rasmga oling. Ilovodagi qarzdorlikni alohida tekshiring. Uy egasidan oldingi oylar bo'yicha qarz yo'qligini yozma ravishda aniqlashtiring. Chunki bekor bo'ldi degan gap eski qarzni avtomatik o'chirib yuboradi degani emas. 4-misol. Kichik biznes egasi, masalan, tandir, oshxona, novvoyxona yoki issiqxona egasi gazdan ko'proq foydalanadi. Tadbirkorlar uchun tarif, limit shartnoma va hisob-kitob aholiga nisbatan boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, aholiga tegishli yengillik menga ham avtomatik qo'llanadi deb o'ylamang. Men bunday holatda birinchi navbatda gaz ta'minoti korxonasi bilan tuzilgan shartnomani ko'rishni maslahat beraman. Shartnomada gaz yetkazish, xizmat ko'rsatish, ulash, limitdan oshish, qarzdorlik va pensiya bo'yicha bandlar bor. Aynan shu bandlar sizga qaysi to'lov qolishini, qaysi biri bekor bo'lishini ko'rsatadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda qarzdorligi bor odamlar. Agar sizda gaz bo'yicha eski qarz bo'lsa, o'zgarishdan keyin ham u qarz saqlanib qolishi mumkin. Qarzning kelib chiqishi alohida tekshiriladi. Bu haqiqiy iste'mol uchunmi, noto'g'ri hisob-kitobmi, qo'shimcha xizmat haqimi yoki pengami? Ikkinchi guruh hisoblagich ishlamayotgan yoki plombasi buzilgan xonadonlar. Bunday holatda gaz sarfi me'yor bo'yicha hisoblanishi mumkin va summa katta chiqadi. Uchinchi guruh yangi uyga ko'chganlar yoki gazni qayta ulatganlar. Chunki ularda hujjatlar, dalolatnoma va ulanish sanasi bo'yicha chalkashlik ko'p bo'ladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Hisoblagichi soz, qarzdorligi yo'q, har oy ko'rsatkichni tekshirib to'laydigan. Gaz ta'minoti bilan shartnomasi tartibli bo'lgan fuqarolar. Lekin men ularga ham befarq bo'lmang deyman. Chunki kommunal tizimda ba'zan texnik xatolik, noto'g'ri ko'rsatkich kiritilishi yoki bazada yangilanish kechikishi mumkin. Sizning vazifangiz har oy kamida bir marta shaxsiy hisob raqamingizni tekshirish. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, bekor bo'ldi degan ibora hamma summaga taalluqli emas. Agar siz gaz ishlatgan bo'lsangiz, iste'mol haqi qoladi. Agar oldindan qarzingiz bo'lsa, u ham alohida ko'rib chiqiladi. Agar sizning hisoblagichingizda muammo bo'lsa, gaz ta'minoti tashkiloti me'yor bo'yicha hisob-kitob qilishi mumkin. Demak, bu yangilikni noto'g'ri tushunib, endi to'lamasam ham bo'ladi deyish juda katta xato. Ikkinchi nozik nuqta, to'lov bekor qilinishi mumkin bo'lgan xizmatning nomi hududga, shartnomaga yoki iste'molchi turiga qarab farq qilishi mumkin. Bir joyda bu yetkazib berish xizmati deb yozilgan bo'lishi mumkin. Boshqa joyda texnik xizmat yoki abonent xizmati deb ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, og'zaki gapga emas, hisob-kitob varaqasidagi yozuvga qarang. To'lov nimaning uchun hisoblangan? Sanasi qaysi davrga tegishli? Qancha kub metr sarf ko'rsatilgan? Shularni bilmasdan turib xulosa chiqarib bo'lmaydi. 3-nozik nuqta. Eski davr uchun hisoblangan summa bilan 1 avgustdan keyingi summa aralashib ketishi mumkin. Masalan, iyul oyida qo'shimcha to'lov hisoblangan, lekin siz uni avgustda ko'rdingiz. Siz avgustdan bekor bo'lgan-ku, nega turibdi deb o'ylaysiz. Aslida u iyul davriga tegishli bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda siz to'lov qatorining davrini aniqlashingiz kerak. Agar summa 1 avgustdan keyingi davr uchun asossiz qo'shilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilishga asos paydo bo'ladi. 4-nozik nuqta, qayta ulash va texnik ishlar masalasi. Agar xonadon qarzdorlik sabab gazdan uzilgan bo'lsa, keyin qarzni yopib gazni qayta ulatmoqchi bo'lsa, bu jarayonda alohida texnik xizmatlar bo'lishi mumkin. Ularning qaysi biri bepul, qaysi biri pulli, qaysi biri bekor qilingan to'lov doirasiga kiradi, buni aniq hujjat orqali bilish kerak. Men fuqarolarga hech qachon naqd pulni kvittansiyasiz bermaslikni maslahat beraman. Har qanday to'lov rasmiy kassa, bank ilovasi yoki elektron tizim orqali o'tishi kerak. 5-nozik nuqta, hisoblagich ko'rsatkichi. Ko'p nizolar aynan shu yerda tug'iladi. Masalan, hisoblagichda 1200 kub metr ko'rsatib turibdi, lekin tizimda 1200 kub metr kiritilgan. Farq 100 kub metr. Agar fuqaro har oy rasmga olib bormasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har oyning bir xil sanasida hisoblagichni suratga olishni odat qiling deyman. Suratga olishda hisoblagich raqami, plomba va ko'rsatkich aniq ko'rinsin. Bu oddiy ish, lekin nizoli vaziyatda juda kuchli dalil bo'ladi. 6-nozik nuqta. Subsidiya, imtiyoz va ijtimoiy himoya. Ayrim oilalar kam ta'minlangan,
nogironligi bor shaxslar yashaydigan xonadonlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar bo'lishi mumkin. Ular uchun kommunal to'lovlar bo'yicha alohida yordam yoki kompensatsiya mexanizmlari ishlashi mumkin. Lekin bunday yordam ham avtomatik tushmasligi mumkin. Siz mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli platformalar orqali maqomingiz to'g'ri kiritilganini tekshirishingiz kerak. Agar siz imtiyozga haqli bo'lsangiz, lekin tizimda aks etmagan bo'lsa, siz ortiqcha to'lov qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam: shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Gaz to'lovi odatda shaxsiy hisob raqami orqali yuritiladi. Bank ilovasiga, kommunal to'lov platformasiga yoki gaz ta'minoti tashkilotining rasmiy kanaliga kirib qarzdorlikni ko'ring. Faqat umumiy summaga qarab qolmang. Imkon bo'lsa, tafsilotini oching. Asosiy qarz qancha? Joriy oy sarfi qancha? Penya bormi? Qo'shimcha xizmat nomi bilan summa bormi? Ikkinchi qadam: hisoblagich ko'rsatkichini solishtiring. Uyga borib, hisoblagichdagi raqamni yozib oling yoki suratga oling. Keyin tizimdagi oxirgi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq katta bo'lsa, masalan sizda 2200 ko'rsatkich turgan bo'lsa-yu, tizimda 2300 deb kiritilgan bo'lsa, bu 200 kub metr farq degani. Bunday vaziyatda darhol murojaat qilish kerak. Chunki vaqt o'tgan sari yangi sarflar qo'shilib, eski xatoni ajratish qiyinlashadi. Uchinchi qadam: hujjatlarni tayyorlang. Sizga shaxsiy guvohnoma yoki ID karta, uy hujjati yoki ijara shartnomasi, shaxsiy hisob raqami, to'lov kvitansiyalar, hisoblagich rasmi. Agar bo'lsa, oldingi murojaatlar nusxasi kerak bo'ladi. Agar siz uy egasi bo'lmasangiz, lekin shu uyda yashayotgan bo'lsangiz, uy egasi bilan kelishib, murojaatni uning nomidan yoki ishonchnoma asosida qilish kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam: murojaat matnini to'g'ri yozing. Men oddiy namunani aytaman. Men falon manzilda joylashgan xonadon bo'yicha gaz ta'minoti hisob kitobini tekshirib berishingizni so'rayman. Shaxsiy hisob raqamim falon. 1 avgustdan keyingi davr uchun hisoblangan gaz yetkazib berish yoki qo'shimcha xizmat to'lovi asosini tushuntirib berishingizni, agar asossiz hisoblangan bo'lsa, qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman. Hisoblagichning amaldagi ko'rsatkichi falon surat ilova qilinadi. Mana shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. Nega ko'p chiqdi deb umumiy yozishdan ko'ra qaysi summa, qaysi davr va qaysi asos bo'yicha savol berayotganingizni ko'rsatish kerak. 5-qadam: murojaatni rasmiy yo'l bilan yuboring. Og'zaki gaplashish foydali bo'lishi mumkin, lekin rasmiy natija uchun yozma iz qolsin. Siz gaz ta'minoti bo'limiga borishingiz, JAL markazga murojaat qilishingiz, rasmiy sayt yoki davlat xizmatlari orqali ariza yuborishingiz mumkin. Eng muhimi, murojaat raqamini oling. Murojaat raqami bo'lmasa, keyin men aytgandim deyish qiyin bo'ladi. 6-qadam: to'lovni butunlay to'xtatib qo'ymang. Agar hisobda shubhali qo'shimcha summa bo'lsa, bu asosiy iste'mol haqini ham to'lamaslik kerak degani emas. Men bunday vaziyatda ehtiyotkor yo'lni tavsiya qilaman. Aniq ishlatilgan gaz uchun to'lovni qiling. Bahsli qism bo'yicha esa yozma tushuntirish yoki qayta hisob kitob talab qiling. Chunki butun to'lovni to'xtatib qo'ysangiz, qarzdorlik ko'payishi, penya yozilishi yoki uzilish xavfi paydo bo'lishi mumkin. 7-qadam: qo'shnilaringiz bilan solishtiring, lekin faqat xulosa uchun emas. Masalan, siz va qo'shningiz bir xil uyda yashaysiz. Bir xil isitish tizimi bor. Lekin sizga 200 ming, unga 300 ming so'm chiqdi. Bu shubhali holat bo'lishi mumkin. Lekin har bir xonadonning sarfi, hisoblagichi, eski qarzi, imtiyozi va tizimdagi ko'rsatkichi har xil bo'ladi. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirish faqat muammoni sezish uchun yordam beradi. Rasmiy dalil sifatida esa o'z hisobingizdagi hujjatlar muhim. 8-qadam: naqd pul talab qilinsa, juda ehtiyot bo'ling. Agar kimdir gaz yetkazish to'lovi bekor bo'lgan, lekin boshqa xizmat uchun mana buncha naqd berasiz desa, darhol asos so'rang. Xizmat turi nima? Tarif qayerda tasdiqlangan? Kvitansiya beriladimi? To'lov qaysi hisob raqamiga tushadi? Rasmiy hujjatsiz pul bermang. Kommunal sohada eng ko'p muammo aynan og'zaki kelishuv va kvitansiyasiz to'lovlardan chiqadi. 9-qadam: uy sotib olayotganda yoki ijaraga kirayotganda gaz qarzini albatta tekshiring. Ko'pchilik faqat elektr va suvni ko'radi, gazni esa keyinga qoldiradi. Keyin shaxsiy hisobda eski qarz chiqib qoladi. Uy sotib olayotganda sotuvchidan gaz bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Ijaraga kirayotganda esa hisoblagich ko'rsatkichini shartnomaga yozdiring. Bu sizni keyingi nizolardan himoya qiladi. 10-qadam: rasmiy xabarlarni kuzating. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir postga ishonib ketmang.
O'zgarishlar bo'yicha eng ishonchli manba rasmiy qaror. Gaz ta'minoti tashkilotining e'loni, davlat organlarining bayonoti yoki kommunal xizmatlarning rasmiy izohidir. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Sarlavha odamni jalb qiladi. Lekin huquqiy oqibatni sarlavha emas, hujjat belgilaydi. Nega bunday o'zgarishlar qilinadi? Asosiy sabab shaffoflikni oshirish. Kommunal xizmatlarda fuqaro qancha ishlatganini, nima uchun to'layotganini aniq bilish kerak. Agar hisob-kitobda juda ko'p tushunarsiz qator bo'lsa, odamlar tizimga ishonmaydi. Ishonch yo'qolsa to'lov intizomi ham pasayadi. Fuqaro baribir noto'g'ri hisoblaydi deb o'ylab, vaqtida to'lamay qo'yadi. Natijada qarzdorlik oshadi. Gaz ta'minoti korxonalarining ishlash qiyinlashadi. Ta'mirlash va modernizatsiya ishlariga ham salbiy ta'sir qiladi. Ikkinchi sabab ijtimoiy adolat. Gaz aholining kundalik ehtiyoji uchun zarur. Ayniqsa qishda isitish, ovqat pishirish va issiq suv masalasi bevosita hayot sifatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun iste'molchiga tushunarsiz, asoslanmagan yoki ortiqcha to'lov yuklanmasligi kerak. Lekin shu bilan birga iste'molchi ham o'z mas'uliyatini bajarishi shart. Hisoblagichni buzmaslik, ko'rsatkichni yashirmaslik, qarzni yig'ib qo'ymaslik, gazdan xavfsiz foydalanish. Uchinchi sabab raqamlashtirish. Hozir kommunal sohada ma'lumotlar elektron tizimlarga o'tyapti. Bu yaxshi. Chunki inson omillik kamayadi. Lekin raqamli tizimga o'tishda eski ma'lumotlar, noto'g'ri kiritilgan ko'rsatkichlar, qarzlar va shartnomalar bazaga aralashib ketishi mumkin. Shu sababli 1 avgustdan keyingi davrda fuqarolardan ham faol bo'lish talab qilinadi. Siz o'z hisobingizni tekshirmasangiz, xatolik uzoq vaqt turib qolishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar kommunal to'lovni faqat oxirgi kunda tekshiradi. To'lov muddati yaqinlashganda qarasa, katta summa chiqib turibdi. Keyin shoshilinchda kimdir to'lab yuboradi, kimdir janjal qiladi, kimdir umuman to'lamaydi. To'g'ri yo'l esa oddiy. Har oy boshida yoki o'rtasida tekshiring, farq bo'lsa darhol aniqlashtiring, barcha kvitansiyalarni saqlang. Telefoningizda alohida papka ochib, gaz deb nomlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Har oy hisoblagich rasmiy to'lov cheki va murojaat javobini shu yerga saqlab boring. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan gaz yetkazib berish bo'yicha to'lovlar atrofidagi o'zgarishlar iste'molchilar uchun muhim yengillik va shaffoflikka qaratilgan bo'lishi mumkin. Lekin buni endi gaz uchun pul to'lanmaydi deb tushunish mutlaqo noto'g'ri. Ishlatilgan gaz uchun haq to'lanadi. Eski qarzlar alohida tekshiriladi. Asosiy qo'shimcha to'lovlar bo'lsa, ularni aniqlashtirish va qayta hisob-kitob talab qilish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichini rasmga oling. Ilovadagi summa bilan solishtiring. Shubhali qator bo'lsa rasmiy murojaat qiling. Kvitansiyasiz pul bermang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har bir to'lovning asosini so'rang. Ayniqsa ijara uyda yashayotganlar, qarzdorligi borlar, yangi uy olganlar, tadbirkorlar va hisoblagichida muammo bor xonadonlar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Sizning hududingizda gaz to'lovi bo'yicha qanday o'zgarish bo'ldi? Hisobingizda tushunarsiz summa chiqaptimi yoki hammasi joyidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirilgan ma'lumot ko'p oilalarni ortiqcha xarajat va muammodan saqlab qolishi mumkin.